Voy, 20 minutdan beri yuribmiz. Namuncha hovlilar tugamaydi. 15 gektarda. Qancha? 15 gektar. Aynan quda. Qizimni o'g'lingizga rahmi keldi. Alkash bo'lsa ham yashayman deyapti. Unaqa demadi. O'chir. Lekin aytib qo'y, o'g'lim hozir nogiron bo'lib qolgan. Quyosh qilar jiz. Sal qolsa nogiron bolasi bilan seni yashattirardimi? Ko'zlarimni shira bosdi bolam. Mana nima? Ha, bu Brokoku zamonaviy va mazali qandolat brendi. Tarkibi ham o'ta sifatli, o'zini hamyonbop narxlari bilan ajralib turadi. Har xillari bor. Rostdan lekin mazalidek yaxshi ko'rishadi. Shu korobkalar olib kelib qo'yishgan. Ha, men o'zlarini zavodi bormi deb o'ylabman. Yo'q, o'ziniki emas, lekin bularning o'zini 20 ta zavodi bor. Qancha? 20 ta? Xudo o'tirishingizni qarang. Qizim aytayapti, aqlda tarbiyani men berganman. Sog' paytida yonida edim, nogiron paytida ham yonida bo'laman deyapti. O't. Mayli, roziman. Faqat ular farzandli bo'la olmaydi. Oyi, bular meni to'pikka tiqyapti. Mol dunyo o'tkinchi bolam. Farzandsiz qanday yashaysan? Ostirib tur. Oying qayoqqa ketdi? Bilmasam. Mana xudojon bolajonlar deb olib keldim, muammo hal. Qizim, mana sutdan chiqqan. Boqib olasizlar, ota-onasi boqmayotgan ekan. Oyi!